Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz eko amaliyot haqida bo'ladi. Qachon eko qildirish kerak, ekoga ko'rsatmalar va xalq orasida eko haqida noto'g'ri fikrlar haqida gapirib o'taman. Eko amaliyotini eko amaliyoti nima, X amaliyoti nimaligi haqida bundan oldingi videolarimizda to'liq aytib o'tganmiz. Endi eko qachon qilinadi? Qachonki hozirgi yangi tavsiyanoma bo'yicha ikkala juft 3 yil davomida farzand ko'rmasa, davolandi, misol uchun 3 yil yashadi birga, davolandi, lekin farzand bo'lmadi. Demak, 3 yil davomida farzand bo'lmasa, demak eko amaliyotiga taklif qilinadi. Chunki eko amaliyotini qancha erta boshlasa, ayol kishi qancha yosh bo'lsa, shuncha natija yuqori bo'ladi. Birinchi demak faktor bu demak bepushtlikning davri. 3 yildan ortiq bepushtlikda eko tavsiya qilinadi. Ikkinchisi, ayol kishida bachadon naylari yopiq bo'lsa. Bachadon naylari yopiq bo'lsa ham eko amaliyot tavsiya qilinadi. 5-10 yil oldin shu bachadon naylarini ochish amaliyotlari ham amalga oshirilgan, lekin bu samarasi juda ham pastligi uchun hozirgi kunda eko amaliyoti demak bunday bemorlarga tavsiya qilinadi. Keyingi sababimiz bu demak urug' ko'rsatkichlarida juda ham yomon holatlar bo'lsa, ya'ni oligoastenoterazoospermiya holati, azospermiya holati yoki morfologik jihatdan juda ham yomon urug' hujayralar bo'lsa, tabiiy homiladorlikka yetarli darajadagi urug' hujayralar bo'lmasa yoki lecheniya qilinyapti, lekin urug' ko'rsatkichlarida o'sish kuzatilmayapti. Shunday holatlarda ham eko tavsiya qilinadi. Keyingi holat bu demak tuxumdonlarni erta qarish sindromi. Ba'zi bir ayollarda demak tuxumdonlar erta qariydi, ya'ni follikula yetilish jarayoni sustlashib boradi. Masalan, 25 yosh bo'lsa ham bu ayolda xuddi 40 yoshga kirgan ayol kabi tuxumdonlarga ega bo'ladi. Shunday holatlarda ham tezlik bilan eko amaliyotni amalga oshirish kerak, chunki demak bunday ayollarda juda ham tez menopauzaga uchrash ehtimoli katta bo'ladi. Keyingi holatlar demak sababi noma'lum bepushtlik. Demak, ayol kishida ham, erkak kishida ham qanaqadir katta muammo aniqlanmaydi. Tibbiyot tomonidan hamma tekshirilish kerak bo'lgan narsalar tekshirilgan, lekin ikkala juftlikda ham hech qanaqa muammo aniqlanmaydi, lekin farzand bo'lmaydi. Bu o'sha sababi noma'lum bepushtlik deyiladi. Bunday holatda ham albatta eko tavsiya qilinadi. Bundan tashqari juda ko'p holatlar bor, eko amaliyotini amalga oshirish mumkin bo'lgan. Lekin hozirgi kunda aholimiz o'rtasida eko amaliyotlari to'g'risida juda ham noto'g'ri tushunchalar bor. Eko bu harom, eko halol emas degan tushunchalar mavjud. Ekoni ham turlari bor, o'ziga yarasha. O'sha YouTube platformalaridan yoki qanaqadir o'sha diniy ilmi bor odamlardan so'rab bilsanglar bo'ladi. Bu narsani ekoni faqat bir turigagina ruxsat berilgan. Qachonki o'sha nikohdagi ayol va erkakdan olingan urug' va tuxum hujayradan embrion paydo qilinadi va o'sha ayolni bachadoniga qo'yiladi, bo'ldi. Boshqa uchinchi shaxs qo'shildimi, demak bu yerda demak bu narsa harom bo'ladi. Faqat shu turigagina ruxsat beriladi. Ya'ni o'sha er xotin ikkasida nikoh bor. Bundan erdan urug' hujayralarni olinadi, ayoldan tuxum hujayra olinadi va ikkovi birlashtirilib embrion paydo qilinadi. Va embrion bachadonga ko'chirib o'tkaziladi. O'sha ayolning bachadoniga. Endi aholimiz o'rtasida bunaqa noto'g'ri tushunchalar bo'lishiga sabab ham bor, chunki ba'zi bir joylarda demak baribir guruch turmaksiz bo'lmaydi. Donor urug'lar, donor tuxum hujayralaridan foydalanilgan markazlar ham bor. Lekin aytib o'tgandek, bu harom hisoblanadi. Bunaqa qilish demak bu dinimizda ham to'g'ri kelmaydi va qonun bo'yicha ham mumkin emas. Shuning uchun eko amaliyoti qildirishdan oldin ishonchli bo'lgan joylarda eko amaliyot qildirish tavsiya qilinadi. Hamma eko markazlarda ham donor ishlatilmaydi, ba'zilarida ishlatiladi.
lekin juda ham ko'p eko markazlarda demak o'sha faqat ayol o'sha eri xotindan olingan tuxum va urug' husilidan foydalanib eko qilinadi. Ishonchli eko markazlar juda ham ko'p. Shuning uchun eko qildirmoqchi bo'lsangiz, ekoga muhtojligingiz bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha markaz haqida juda ham ko'p ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Surishtirib, ko'pchilikdan so'rab surishtirib keyin eko qildirishni tavsiya qilamiz. Kimda bepushtlik bo'lsa, zo'rg'inlik, farzandsizlik muammolari bo'lsa, shu raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.